Vau! Гражданчиклар. Nomzod chiqdi. Hozir to'xtang, telefon ko'rib oling. Yaxshi bo'lyapti. Zo'r narsalar chiqarishibdi. Albatta, telefon bu bizning hayotimizning asosiy qismiga aylangan vosita hisoblanadi. Lekin eng ko'p etiketi buziladigan ham vosita bu aynan telefon va ijtimoiy tarmoqlardir. Bugun sizlar bilan xonimlar aynan telefondan foydalanish, umuman insonlar oldida telefon orqali hurmatni qanday qilib tushish, qanday qilib hurmatni ko'tarish va albatta ijtimoiy tarmoqlarda o'z statusimizni saqlab turish haqida gaplashamiz. Albatta, telefonda foydalanish asosiy etiket qoidalari bu telefonda baland ovozda gaplashmaslik yoki rasmiy tadbirlarda, uchrashuvlarda, do'stlar bilan birgalikda, to'ylarda va majlislarda telefonni ovozsiz holatga keltirish. Agar sizga qo'ng'iroq bo'layotgan bo'lsa va bu juda ham zarur bo'ladigan bo'lsa, indamasdan telefonni olib yoki o'sha yerda gaplashish emas, balkim bir daqiqa telefonda zarur muloqotim bor edi deb ogohlantirib, yoningizdagi inson va insonlarni chetroqga chiqib gaplashish. Bilasizmi, haqiqiy madaniyatli inson ayniqsa taomlanish joylarida, restoranlarda baland ovozda telefonda gaplashmaydi. Lekin ko'p hollarda ko'ramizki, aynan restoranda idishlar ovozi chiqadi, insonlar ovozi chiqqanda harakat qiladi, yana ham balandroq gaplashishga. Ya'ni biz restoranda faqat o'zimiz emasmiz. Yon stolimizdagi inson bizning muammolarimiz, qarzlarimiz, kreditlarimiz, umuman shaxsiy munosabatlarimiz haqida eshitishga majbur emas. Shuni hisobga olgan holda, ayniqsa restoranlarda, jamoat joylarida telefondan pastroq ovozda foydalanishni tavsiya qilamiz. Va albatta SMS yozish etiketi. Bu juda ham muhim. Bugungi kunda qisqartmali yozuvlar, okey, yoki so'zlarni juda ham qisqartirib yozilishi bu sizni hurmatingizni tushirishga, agar jiddiy inson bilan yozishayotgan bo'lsangiz, sizni jiddiyatingizni butkul yo'qotishga sabab bo'ladi. Shu sababdan SMSlashayotganda albatta assalomu alaykum savolingizni qisqa yozishga harakat qiling. Aslo Telegram orqali ogohlantirmasdan audio xabar yubormang. Va shunday holatlar bo'ladiki, biz hatto u eng yaqin do'stimiz bo'lsa ham uni ogohlantirmasdan video qo'ng'iroq qilishga haqqimiz yo'q. Chunki inson har xil holatda bo'lishi mumkin. Asosiy telefon etiketi shundan iboratki, biz ertalab soat 11:00 gacha va kechki 8 dan keyin yaqinlarimizni zarur bo'lmagan holatda ogohlantirishsiz bezovta qilishimiz bu madaniyatsizlik, ya'ni etiketni to'liq buzish hisoblanadi. Ya'ni 21:00 dan keyin biz faqatgina SMS xabar orqali o'sha insonga o'zimizni muammoyimizni yoki savolimizni yoki ma'lumotimizni yuborishimiz mumkin hisoblanadi. Aynan telefon orqali soatlab gaplashish, o'zingizni, muammoingizni aytish uchun insonni ogohlantirishingiz kerak. Bugun ko'proq men bilan telefonda gaplasha olasanmi? Chetroqga o'ta olasanmi? Vaqtingni olmaymanmi? Aynan mana shu holatda siz uzoqdagi insonga telefon orqali o'zingizni, hayotingizdagi muammolarni e'lon qilishingiz, aytib o'tishingiz, umuman undan maslahat olishingiz mumkin bo'ladi. Endi juda ham bir qiziq mavzuga kelamiz. Albatta, deyarli bizning jamiyatimizda Telegram orqali muloqot asosiy muloqot turiga kirgan. Aynan mana shu Telegramda juda ko'p qizlarimiz xatolikka yo'l qo'yadi avatarlarida. Ya'ni o'sha bosh rasmlarida, sahifalarida har xil rasmdagi kartinkalar, har xil turdagi kartinkalar, siqilgan kartinkalar, ayrilgan yuraklar, hali bir kun qaytar dunyo degan bir kartinkalarni qo'yadi. Bilasizmi? Bu faqatgina sizni yaqinlaringiz, sizni shaxsiy hayotingizni biladigan insonlar bilan muloqot makoni hisoblanmaydi. Umuman siz ishga joylashgan bo'lsangiz, sizga javob xatni yubormoqchi bo'lgan rahbar ham sizni nima orqali, ya'ni Telegramingiz orqali ko'radi. Shu sababdan aynan Telegramingizni avatariga o'zingizni bitta rasmiy, chiroyli holatdagi yoki oilangiz bilan bo'lgan rasmingizni joylashingizni yoki umuman neytral rasmlardan foydalanishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki haqiqatan ham biz haqimizda asosiy ma'lumotni beruvchi bu bizning Telegramimiz va ijtimoiy tarmoqlarimiz hisoblanadi. Albatta, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham qiziqarli, muhokamaga boy videolar ko'p. Biz esa albatta o'z fikrimizni qayerda e'lon qilamiz, bayon qilamiz?
izohlarda, ya'ni kommentariyada. Demak, zamonaviy, madaniyatli, o'z imijini bugundan yaratayotgan qizlar hech qachon ijtimoiy tarmoqlarda kimningdir blogida qo'yilgan post ostiga izohda yomon so'zlar yozmaydi. Ya'ni insonning shaxsiyatiga tegmaydi. Ozg'in, semiz, qo'pol yoki umuman o'sha vaziyatga munosabat bildirishingizda ham chiroyli so'zlardan foydalanishingiz muhim hisoblanadi. Bu bilasizmi, kimningdir ko'rish uchun emas, kimdir sizni baholashi, balkim hech kim ko'rmas, balkim sizni profilingiz umuman bekih profildir, lekin sizning tarbiyangiz bilasizmi, daqiqama-daqiqa va har bir xatti-harakatingizdan o'zgara boshlaydi, o'sa boshlaydi, sizga yopisha boshlaydi. Shu sababdan izohda agar sizga o'sha video yoqmadi, umuman munosabat bildirmaganingiz ma'qul. Lekin biz nima qilamiz? Bor, yo'qol, yig'ishtirgin, senga kim qo'yibdi, jazoyini olasan, o'zi bir mamnaqa bo'lsang, o'zi, ya'ni insonni shaxsiyatiga tegamiz. Ya'ni bizni hech birimizni yonimizdagi, umuman atrofimizdagi insoniyatga, uning shaxsiyatiga tegishga haqqimiz yo'q. Hatto u qotillik bo'lsa ham. Ya'ni biz munosabatimizni neytral berishimiz kerak. Yaxshi, yomon, menga yoqmadi, bunday bo'lish kerak emas edi. Men o'ylaymanki, mening fikrimcha bu holatda mana bunday yo'l tutish kerak edi deyishimiz kerak. Bilasizmi? Kommentariy shu jamiyatimizni kayfiyatini ko'rsatuvchi asosiy makon hisoblanadi. Bunga juda ko'pchilik qo'shiladi. O'sha kommentariyga kirganda ayollarni tarbiyasini, ularni bugungi kundagi psixologik holatini to'liq ko'rishimiz mumkin va hatto sizni ham. Shu sababdan izohda imkon qadar millatimizni, umuman oilamizni, umuman ayollar o'sha jamiyatini, tarbiyasini, ularni etiketini saqlab qolish uchun har birimiz bittamiz kurashsak ham 100 ta ayol bo'lamiz. 100 tamiz 1000 ta ayol bo'lamiz. 1000 tamiz millionlarga yetamiz. Bilasizmi? Ayollar, qizlar, meni eshitayotgan opa-singillarim, ayollar tovuq miya bo'ladi degan maqol qachon bizdan ketadi? Nima deb o'ylaysiz? Agar biz hissiyotlarimizni boshqarmas ekanmiz, agar biz izohlarda yomon so'zlardan foydalanar ekanmiz, agar biz izohlarda bir-birimizni ayollar yomon so'zlar bilan tanqid qilar ekanmiz, ayollar tovuq miya bo'ladi degan narsa bizni hech qachon tark etmaydi. Ya'ni bizning mamlakatimizda, bizning jamiyatimizda, umuman olamda juda ko'p kuchli ayollar bor, juda ham madaniyatli ayollar bor. Lekin afsuski, mana shunday izohlarda yomon so'zlardan foydalanishimiz, so'qishimiz kerak bo'lsa, erkinligimizni so'zimiz orqali isbotlashga harakat qilishimiz bizni ana shunday bir xunuk so'zlar bilan ta'riflashlariga olib keladi. Va bilasizmi, zamonaviy bo'lishga har birimiz qattiq harakat qilyapmiz. Zamonaviy qizlarning asosiy etiket qoidasi bu birovni ogohlantirmasdan telefon qilmasligi, kechki soat 9 dan keyin telefon qilmasligi, ko'chada, tanishlar oldida, uchrashuvda, yaqinlar oldida baland ovozda telefonda gaplashmaslik, nizolarni hech qachon telefon orqali hal qilmaslik. Ya'ni telefonda tortishib, telefonda gaplashib hal qilib bo'lmaydi. Uchrashib olishga qo'ndira olish, SMSlarda o'sha qisqartmalar yoki o'sha imloviy xatolarga yo'l qo'ymaslik bu haqiqatan ham sizning imijingiz va zamonaviyligingizni belgilab beradi. Va albatta endi Instagram haqida biroz gaplashamiz. Xursandchilik bilan bir yaxshi yangilikni ayta olaman. Oxirgi 2-3 yil ichida dunyo miqyosida zamonaviylikka qo'yilgan o'sha talablar, tartiblar o'zgardi. Endi bugungi kunda siz zamonaviy ko'rinishingiz uchun labingizni qilgan, qomatingizni ko'rsatgan yoki bir juda ham qimmat restoranlarda o'tirgan, umuman dunyoning eng qimmat burchagida bo'lishingiz emas, balkim o'z sohangizda muvaffaqiyatga erishgan, til biladigan, ijtimoiy tarmog'ingizda foydali kontent qilayotgan inson bo'lishingiz kerak. Ya'ni zamonaviy qizlar bugungi kunda o'zini hayot yo'liga, o'zini tanloviga, o'zini prinsiplariga va o'zini qadriyatlariga ega bo'lgan qizlardir. Ya'ni bugungi kunda juda ko'p insonlar kimga muxlislik qilyapti, kimga ergashyapti desa, faqatgina o'sha illyuziyani ko'rsatgan gullar, sovg'alar, lablari, meykaplari ko'rsatgan qizlarni zamonaviy emas, ularni aksincha bekorchi va illyuziyani ko'rsatayotgan asl zamonaviy va muvaffaqiyatli qiz sifatida esa o'z kontentini chiroyli va foydali olib borayotgan qizlar hisobga o'tmoqda. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda, aynan Instagram tarmog'ida siz o'zingizni haqiqatdan ham qimmat va foydali taqdim eta olishingiz kerak. Bilasizmi, Instagram bu juda ham qimmatbaho va mijozlar to'la bozor yoki market. Siz
faqatgina o'z hissiyotingizni ko'rsatishingiz, vaqtingizni bekor insonlarga o'z hayotingizni ko'rsatib o'tkazishingiz yoki aynan shu yerda o'zingizni intellektual yoki moddiy predmetingizni sotishingiz insonlarga foyda berishingiz mumkin. Aynan ijtimoiy tarmoqlarda siz hayotingizni faqat restoranga borayotganingiz, chiroyli kiyimlar olganingiz, hayotingiz naqadar boy va badavlatlikka to'la ekanligini emas, balkim qanday kitob o'qiganingiz, qanday foydali bilimlar olayotganingiz, bugun qanday musiqa eshitdingiz va undan nima oldingiz, qanday kitob o'qidingiz va undan nima oldingiz, insaytlaringizni bo'lishib, hattoki siz mana biz ideal erkaklarni, ideal insonlarni orzu qilamiz turmushga chiqish uchun. Aynan mana shunday insonlar sizni kuzatishiga erishishingiz mumkin bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda fotosuratlarni joylayotganda e'tiborli bo'ling. Imkon qadar faqat sizni ayolligingizni yuzaga chiqaruvchi emas, sizni intellektual holatingizni, ichki holatingizni, tarbiyangizni va etiketingizni ko'rsata oladigan blog yozishga harakat qiling. Bunda postlarda, istoriyalarda, tanlayotgan musiqalaringizga, qo'yayotgan videolaringizga va izoh yozayotgan postlaringizga e'tiborli bo'lishingizni so'ragan bo'lardim. Yana eslatib o'taman, Instagram haqiqatdan juda ko'p insonni etiketi bor yoki yo'qligini bugungi kunda ochib qo'yapti. Siz esa aynan Instagramdan to'g'ri foydalaning, o'z mahsulotingizni, o'z intellektingizni, o'z g'oyangizni kerak bo'lsa, kerakli insonlarga soting va foydali insonga aylaning. Instagram bizning mashhur bo'lishimizga, taniqli bo'lishimizga yordam bersa, etiket esa aynan mana shu taniqli, mashhur va eng asosiysi hurmatli inson bo'lishimizga yordam beruvchi asosiy kalit hisoblanadi. Aynan mana shu etiketga oid, etiket odobiga oid bo'lgan darsliklarimiz sizga ma'qul bo'lyapti degan umiddaman va bunga ishonaman. Keyingi darslarimiz bundan ham dolzarb, bundan ham muhokamaga boy va sizning hurmatingizni oshiruvchi etiket qoidalari haqida bo'ladi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.